Nega ba'zan oddiy so'zlar esingizdan chiqib qoladi yoki yangi ma'lumotlarni eslab qolishda qiynalasiz? Ayb yoshda emas. Buning sababi tanamizda yetishmayotgan kichik mikroelement yod tanqisligi natijasida bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bez bo'yinda joylashgan kichik bez bo'lib, o'zidan T3 triyodtiranin, T4 tetrayodtiranin va kalsitonin kabi gormonlar ishlab chiqaradi. Bu gormonlar metabolizmni boshqarishda faol ishtirok etadi. Bezning funksiyasi yetishmovchiligi gipotireoz holati deyiladi. Bunda quyidagi belgilar kuzatiladi. Doimiy sovqotish, asab buzilishlari, diqqatning pasayishi, xotira susayishi, uyquchanlik, ishtaha pasayishi, ich qotishi va shunga qaramay semirish, teri quruqligi, soch to'kilishi, yurak qon tomir tizimidan, qon bosimining past bo'lishi, pulsning kamayishi, reproduktiv tizimdan, hayz siklining buzilishi, aminoriya, bepushtlikgacha. Agar sizda yuqoridagi belgilarning kamida 3tasi kuzatilayotgan bo'lsa, qalqonsimon bez uchun check-up tekshiruvidan o'ting. Tahlillar ro'yxatini video ostida yozib qo'ydiraman.